Buyuk tabib Abu Bakr Ar-Roziyning Bur'us Soa tez davolanadigan dardlar asari Ash-Shifo akademiyasi asoschisi Nodir Abdussomat tomonidan qayta nashr etildi. Muftiy Shamsuddinxon Boboxonov tarjimasiga mansub ushbu qo'llanma tabiiy davolash usullarini o'zida jamlagan. Shayx Ziyoddinxon ibn Eshon Boboxon 1952-yilda arab tilidan tarjima qilgan Ibn Sinoning Nodir qo'lyozmasi asosida tansihatlik haqida risolasi professor Abdulkarim Usmonxo'jayev tomonidan nashrga tayyorlandi. Muftiy Boboxonovlar jamg'armasi Oliy Majlis huzuridagi jamoat fondining grant g'olibiga aylandi. Jaholatga qarshi ma'rifat g'oyasi asosida komillikka yo'llanma loyihasi hayotga tatbiq etildi. Loyiha doirasida yangi kitoblar nashr etilib, Shayx Ziyoddinxon hazratlarining mavizalari ilk bor QR kodlar orqali taqdim etildi. Shuningdek, yoshlar uchun komillik sari savol-javob boti ishga tushirildi. Muftiy Boboxonovlar sulolasining boy ilmiy merosi O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi ekspozitsiyasidan joy oladi. Markaz direktori Firdavs Abduxoliqov va Jamoliddin Boboxonov uchrashuvida ushbu tarixiy loyiha muhokama qilindi. Muftiy Boboxonovlar fondi vakillari Muxlisaxon Ziyoddinxon qizi, fond direktori Jamoliddinxon Boboxonov va Nozimxon Obitov O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi ekspozitsiyasini boyitish va takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlari mavzusidagi respublika amaliy seminarida ishtirok etdi. Toshkent Islom institutida olima ayol millat tarbiyachisi mavzusida uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda muftiylar sulolasi vakilasi olima Muxlisaxon Ziyovuddinova talaba qizlar bilan ilmiy suhbat qurdi. Komillikka yo'llanma loyihasi doirasida o'tgan ushbu tadbirda ilm va oila muvozanati, sulolaning ibratli hayot yo'li haqida so'z bordi. Muftiy Boboxonovlar jamg'armasi ilmiy xodimi Murodxon Ziyovuddinov mahallalarda ma'rifiy uchrashuvlar o'tkazdi. Shayxontohur tumani Qaffol Shoshiy mahallasida o'tgan tadbirda yoshlarni ajdodlar merosiga sodiq ruhda tarbiyalash va ma'naviy tahdidlardan himoya qilish masalalari muhokama qilindi. Mahalla faollariga grant loyihasi doirasida Amir Saidxon Usmonxo'jayev tomonidan nashrdan chiqarilgan ma'naviy kamolot sari kitoblari sovg'a qilindi. Muftiy Boboxonovlar fondi va Ash-Shifo akademiyasi hamkorligida nashr etilgan noyob tibbiy asarlar taqdimoti bo'lib o'tdi. Tadbirda Ibn Sinoning tansihatlik haqida risolasi va Abu Bakr Roziyning Bur'us Soa kitobi keng jamoatchilikka taqdim etildi. Muftiy Boboxonovlar fondi yosh olimlar uchun ilmiy manbalar xazinasiga aylanmoqda. Qarshi davlat universiteti tadqiqotchisi Nursulton Arslanbekov fond arxividagi noyob hujjatlar bilan tanishdi. Uchrashuvda O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi tarixi, Shayx Eshon Boboxon va Ziyovuddinxon hazratlarining xalqaro aloqalardagi fidoyiligi hamda Shamsuddinxon Boboxonovning diplomatik faoliyati ilmiy tahlil qilindi. Fond direktori Jamoliddin Boboxonov Qozon shahridagi Yardim xayriya jamg'armasiga tashrif buyurdi. Jamg'arma kuzatuv kengashi raisi Ildar Bayazitov va prezidenti Ilg'om Ismag'ilov bilan Jamoliddin Boboxonov uchrashuvida jamg'armalar o'rtasidagi hamkorlik faoliyatining yangi yo'nalishlari muhokama qilindi. Ilm-fan rivojiga ulkan hissa qo'shgan sharqshunos olim akademik Ne'matulloh Ibrohimov davlatimizning yuksak mukofoti bilan taqdirlandi. Prezident farmoniga muvofiq ustozga 80 yillik yubileyi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi faxriy unvoni berildi. Jamoliddin Boboxonov ko'p yillik hamkor va ilmiy maslahatchi bo'lgan zahmatkash olimni ushbu mukofot bilan qutladi. 2025-yil atrof muhitni muhofaza qilish va yashil iqtisodiyot yilida Muftiy Boboxonovlar jamg'armasi va Sredast Svet Metenergo aksiyadorlik jamiyati havo tozaligi yo'lida strategik loyihani amalga oshirdi. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazida Muftiy Boboxonovlar sulolasiga bag'ishlangan ekspozitsiya tayyorlandi. Ko'rgazmadan sulolaning mukammal shajarasi, nodir qo'lyozmalar va davlatimiz tomonidan berilgan oliy darajali Imom Buxoriy ordeni kabi yuksak mukofotlar o'rin oldi. Iordaniya podshohi Abdulla II-ning O'zbekistonga tashrifi tarixiy aloqalarni yangi bosqichga olib chiqdi. Bu do'stlik poydevori o'tgan asrda Muftiy Ziyovuddinxon hazratlari va qirol Husayn ibn Talal tomonidan qo'yilgan edi. Shayx hazratlari 2 bor Iordaniyaning oliy ordeni bilan taqdirlangan. Elchi Shamsuddinxon Boboxonovga esa Iordaniyada davlat rahbarlariga xos ehtirom ko'rsatilgan. Prezidentimizning An-Naxta ordeni bilan taqdirlanishi ushbu shonli an'analarning ramziy davomidir. Muftiy Boboxonovlar fondida ulamolar va ilmiy xodimlar ishtirokida muhim yig'ilish bo'lib o'tdi. Davlatimiz rahbarining topshirig'iga asosan Islom sivilizatsiyasi markazida sulola merosini namoyish etish bo'yicha amaliy rejalar belgilab olindi. Shayx Abdulaziz Mansur va soha mutaxassislari 3 avlod muftiylarining diniy idora tarixidagi beqiyos xizmatlarini yoritish yuzasidan o'z takliflarini berdilar. Rossiya muftiylar kengashi raisining birinchi o'rinbosari professor Damir Hazrat Muhiddinov
Muftiy Boboxonovlar fondiga tashrif buyurdi. Uchrashuvda Muftiy Boboxonovlarning ulkan xizmatlari e'tirof etilib, kelgusidagi ilmiy loyihalar muhokama qilindi. Tarix instituti tomonidan tashkil etilgan Millat qatag'oni va oqibatlari mavzusidagi ilmiy anjumanda Muftiy Boboxonovlar sulolasining tarixi yoritildi. Fond ta'sischisi Amir Said Usmon Xo'jayev Shuro davridagi qatag'on tazyiqi ostida Eshon Boboxon oilasi mavzusida ma'ruza qildi. Muftiy Boboxonovlar va Rossiyaning Yardem xayriya jamg'armalari o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. Ildar Bayazitov boshchiligidagi delegatsiya Muftiy Boboxonovlar fondiga tashrif buyurib, vakillarimiz bilan ijtimoiy loyihalarni birgalikda amalga oshirishni muhokama qildilar. Mehmonlar, shuningdek, Shayxontohur tumanidagi Eshon Boboxon jome masjidini ziyorat qilib, yurtimizdagi diniy ma'rifiy islohotlar bilan tanishdilar. Muftiy Boboxonovlar jamg'armasi tomonidan Islom sivilizatsiyasi markaziga taqdim etilgan 428 ta nodir kitobning mufassal katalogini yaratish bo'yicha ishchi guruh shakllantirildi. Kelishuvga ko'ra, markaz kitoblarni yuqori sifatda skanerlaydi. Jamg'arma esa tadqiqotchi olimlarning faoliyatini moliyalashtiradi. Masofaviy onlayn tadqiqot usuli orqali tarixiy manbalar zamon tilida qayta talqin etiladi. Muftiy Boboxonovlar jamg'armasi direktori Jamoliddin Boboxonov Tomsk shahrida o'tgan Sibir muloqot maydoni 2025 forumida ishtirok etib, ma'ruza qildi. Konferensiyada O'zbekistonning diniy ma'rifiy sohadagi islohotlar va bag'rikenglikni mustahkamlash borasidagi ibratli tajribasi taqdim etildi. Rossiya musulmonlari diniy kengashi rahbari Albert Hazrat Kirganov va Buxoroda tahsil olgan Sibir musulmonlari diniy idorasi muftiysi Zulkanay Hazrat Shakirziyanov bilan uchrashuvlarda kelgusidagi hamkorliklar muhokama qilindi. 2026-yil ostonasida Muftiy Boboxonovlar xonadonida tarixiy voqea yuz berdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Muftiy Eshon Boboxon hazratlarining avlodlariga o'zlarining bayram tabriklarini yo'lladilar. Davlatimiz rahbari u zotni xalqimizning ardoqli farzandi va atoqli ma'rifat arbobi deb e'tirof etdilar. Bunday yuksak ehtirom yurtimizda ilm ahli va ulamolar xotirasi hamisha aziz ekanining yorqin namunasidir.